Hozir VDNXdamiz, O'zbekiston pavilyoni. Bu yerda shu o'zimizning anaqalarni reklama qilarkanmiz. Bu yerda har xil mamlakatlarni, Kavkazliklarniki, boshqa sizlar. Mana VDNX necha yil degandan men keldim. Bu yerda mana transport SSSR deb yozib qo'yibdi. Hali ham SSSR. Xullas, выставка народных достижений. ВДНХ. Выставка народного хозяйства, скорее всего. Shu yerda hozir kiyimlarni kiyib, soqollarni taqib, tomosha qovoq bo'lib yurar ekanmiz.